Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda cheat nima haqida ishlashini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz cheat bu Counter Strike yoki Kesicga ko'pchilik o'ynagan bu mod versiya deb ataymiz ko'pchiligimiz. Demak, hozir o'zimizdan yozib chiqqan o'yinimizda cheatni ko'rib chiqamiz. Hozir men cheatni o'chirib qo'ydim. O'chirilgan holatda dasturni ishga tushiraman. Bu son topuvchi o'yin. Demak, men topaman. Demak, men topishim uchun bir raqamini bosishim kerak ekan. Klavishdan birni bosdim va enter tugmasini bosdim. Kompyuter demak, 1 dan 100 gacha bo'lgan sonni o'ylabdi. Men shu sonni topishim kerak ekan. Demak, 98 terdim. Demak, 98 dan kompyuter o'ylagan son bu kichikroq ekan. Demak, 77 ham terib ko'rdim. 77 dan ham kichikroq ekan. 50 teramiz. 3 ta urinishda topdim demak. Endi cheatni yapamiz. Men bu yerda false turibdi. Men buni Pythonda tutib chiqqanman. Shuni true ga aylantirib qo'yamiz. Cheat nomli variable o'zgaruvchi yaratilgan. Endi dasturni qayta ishga tushiramiz. Men topaman. Birni bosaman, enter tugmasini bosaman. Mana cheat active. Yashin son kompyuter o'ylagan son menga ko'rinyapti. Bu 50 soni ekan. Mana bitta urinish topdim. Qolgan cheatlarimiz ham shu yozib chiqiladi. Kodning orasiga variable o'zgaruvchilar yaratiladi. Keyingi o'yinimizda mobil Counter Strike uchun cheat yozishni ko'rib chiqamiz.